Salom azizlar, qadrli tinglovchilar. Bugun juma, jonli efirda sizlar bilan yana bir bor birgaligimdan juda xursandman. O'ylaymanki, bu galgi suhbatimiz ham sizlar uchun foydali va qiziqarli bo'ladi. Xo'sh, unda kelinglar, mehmonimizni ko'p kuttirmasdan efirga chaqirsak. Bugungi mehmonimiz Xudoning xizmatidagi birodarimiz Amir bo'ladi. Amir, aloqadamisiz? Ha, aloqadaman. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Meni ismim Amir. Bugun sizlar bilan Xudoning kalomi haqida gaplashish va shu ruhiy mavzular haqida gaplasha olish imkoniyatidan juda xursandman. Agar hammasi tayyor bo'lsa, biz boshlasak bo'ladi. Albatta, xush kelibsiz. Avvalambor efirimizga Amir. Ovozingizni eshitib juda ham xursand bo'ldim va rahmat efirga bo'lgan taklifni rad qilmasdan rozilik bildirganingiz uchun. Unda Amir, keling, qisqacha o'zingizni bizni tinglovchilarimizga tanishtirsangiz, bizga juda ham qiziq va bizda shunaqa nima deydi, traditsion savol bor. Iymon yo'lingiz haqida qisqacha gapirib bersangiz, Iso Masihga qanday ergashdingiz va uni tanlashingiz qanday bo'ldi, bu haqida bizga qisqacha aytib bersangiz. Juda xursandman bu haqida so'raganingizdan va shu bilan boshlash men uchun juda har doim xursandchilik olib keladi yuragimga. Biz o'zimiz Qirg'iziston davlatida yashaydigan o'zbeklarmiz. Agar bilsangizlar, Qirg'izistonda ham juda ko'p o'zbeklar bor. 1 milliondan oshiq. Meni iymonga kelish yo'lim meni ota-onamdan boshlangan. Avvalambor Sovetlar Soyuzi parchalangandan keyin shu juda qiyin vaqtlar keladi. Shu vaqtda meni otam, biz dada deymiz, dadam shu Xudoni izlab boshlaydi. O'zi biz fojialardanmiz. Ya'ni bizni ota-bobolarimiz islom dinini qattiq ushlagan, juda ziyoli odamlardanmiz. Meni dadamni amakisi bizim mahallamizda bizni imom bo'lgan, undan katta boshqa tog'alarimiz ham shu imom bo'lishgan. Ya'ni biz din bilan juda bog'liq joylarimiz ko'p bo'lgan. Va o'sha Soyuz parchalangandan keyin bizni oilamizga juda ko'p bir qiyinchiliklar kirib keldi. Qashshoqlik va qanaqadir bir ruhiy narsalar bilan bog'liq bo'lgan qiyinchiliklar. Ya'ni biz ota-onam o'sha vaqtda turmush qurib, musulmon diniga e'tiqod qilib yursa ham, uni hayotida juda bir odamlarda yo'q bo'lgan qiyinchiliklar. Ya'ni birinchisi, meni dadamni akasi, ya'ni meni amakim, u armiyaga ketgandan so'ng armiyada u bolalar bilan uni urishib, uni invalid 1-guruh qilib jo'natib yuborishadi. U uyga, как o'rischada aytganda, ovosh, ya'ni sabzavotga o'xshagan holatda kelgan, gapira olmagan, miyasidan shikast yegan. Bu birinchi marta meni dadamda bo'lgan savol nima uchun meni akam bilan shunday hodisa bo'ldi. Biz ziyolilar oilasidanmiz. Biz Alloh yo'lidamiz. Nima uchun? Ikkinchi sababi yana ikkinchi amakim meni u kishi ruhiy kasal bo'lib qoldi. Ya'ni u do'stlari bilan ichib, chekib shunaqa ishlar qilgandan so'ng unga bir ruhiy kasalliklar, ya'ni jinga chalindi deymiz. U shu darajada bo'ldi. 96-yili meni opa dadam, ya'ni bizni bobomiz, u olamdan o'tdi. Va oilada qiyinchilik va shu vaqtda meni dadam shunday deb savol bergan. Xudo o'zi sen bormisan? Sen Allohmisan? Sen Muhammadmisan? Sen Isomisan? Sen kimsan? Nima uchun mana bizni mahallamizda, bizni qishlog'imizda o'g'rilar bor, gazzoblar bor. Ularning oilasida shuncha muammo yo'q, ammo bizni oilamizda ziyoli bo'lib tursak ham, amakimiz imom bo'lsa ham, shu namozni qoldirmasak ham shunday bir muammolar kelib, shunday qiyinchilik. Undan keyin meni bizda opa deydi, ya'ni oyim, dadamni oyisi. Bu kishi 10 yil shunday
hech kim doktorlar topolmaydi, shunday kasal bo'lgan. Ya'ni shu muammolarni ichida shu Xudoga bo'lgan nola, ya'ni Xudo sen bormisan? Menga yordam ber. Bizni oilada nima uchun shunday bir mashaqqatlar, qiyinchiliklar bo'lyapti? Shu vaqtni o'zida meni dadamga bir rus ayol Injil kitobini beradi va shu kitobni o'qi. Shunda sen faqat o'zingga kerakli javoblarni topasan deb aytadi. Ammo meni dadam aytadiki, yo'q, men musulmonman, men bu kitoblarni olishim, o'qishim ham kerakmas. Men o'z javoblarimni Qur'ondan, o'zimni dinimdan topaman deydi. Lekin o'zbekchilikda bari hurmat bor. Shu hurmat yuzasidan u baribir uyga olib keladi. Ammo o'sha vaqtni o'zida dadam shunday bir Qur'on o'qib, 2 marta Qur'on o'qib, masjidga chiqib, ro'zalar tutib, shunday bir dinga o'zini bag'ishlaydi. Ammo Qur'onni o'qib chiqib, o'sha vaqtda agar bilsanglar, o'zbek tilidagi birinchi tafsir bu bizni Jalolobod shahrimizdagi Olovuddin Mansur o'zbek tiliga tafsir qilib, buni o'zbek tiliga перевод qilgan, ya'ni tarjima qilgan, o'sha переводlarida o'qigan o'rischada, ammo hech qanday bir javob topolmaganda, bari o'sha kitob, Injil kitob uyimizda ekanligini eslab, qo'liga olib, shu 96-yili birinchi marta Injil o'ng tarafda, Qur'on ham yonida, shu birga o'qish holatida shu oyatlar uni yuragiga tegadi. U muqaddas kalom Matto yozgan xushxabar 11-bob 28-oyatda shunday yoziladi: Ey holdan toyganlar, og'ir yuk ostida qolganlar, hammalaringiz mening oldimga kelinglar. Men sizlarga orom beraman. Dillaringizga orom beraman. Bu so'zlar meni dadam yuragiga shunday tegadi. Menga kerak shu orom. Nima uchun bu Xudo bu yerda yozilgan so'zlardan mendan hech narsa talab qilmayapti. Namoz o'qi, ro'za tut, hajga bor. Ammo u o'zi taklif qilyapti. Menga kel, yonimga kel. Holdan toygan bo'lsang, og'ir yuk ostida bo'lsang. Shu holatda u dadam shu kalom o'qish natijasida u aytadi: Ey Xudo, agar sen shu kalom orqali menga gapirayotgan bo'lsang, men xohlayman, yuragimga kel, qalbimga kel, men holdan toyganman, men hayotimni o'zgartir. Bu oddiy bir duo, oddiy bir tavba ibodati bizni hayotimizni to'lig'icha o'zgartirdi. O'sha yillarda 98-yili bu meni ota-onamni Iso Masihga kelgani. O'sha yillarda 98-yili men tug'ilaman va o'sha tug'ilgan vaqtimda men o'rischada недоношенный, ya'ni 7 oylik bola bo'lib, shifokorlar ham aytadi, Amir endi yasholmaydi. U 1 kilodan oshiq tug'ildi. Bu fevral oyida sovuqda больницада balkim o'lishi mumkin. Shu vaqtning o'zida dadam meni ko'rgani kelib, o'z qo'llariga olib duo qiladi. Iso, sen kalomingda men o'qidim. Sen o'liklarga shifo bergansan. Sen ko'rlarni ochgansan. Mahov kasalligiga chalinganlarni tozalagansan. Shu agar meni o'g'lim Amir tirik qoladigan bo'lsa, men o'z hayotimni senga bag'ishlayman. Seni yanada tanib bilishga o'zimni bag'ishlayman deb duo qiladi va shu duodan keyin juda ko'p iymonli Isoga ishongan odamlar men uchun ham duo qilganda shu men недоношенный 7 oylik bola bo'lsam ham tirilib shu kungacha men Iso Masih yo'lidaman. Ya'ni men hatto hali ong sezim hali to'lig'icha balkim tushunib yetmasdan oldin Iso yo'liga kelganman desam to'g'ri bo'ladi va shunday qilib meni ota-onam va biz Iso Masih yo'liga kelganmiz. Bu qisqacha. Ajoyib. Xudoga shukr. Guvohligingiz bilan bo'lishganingiz uchun Amir, rahmat. Juda ham ta'sirli va jonli tirik guvohlik. Xudo shunday tanlagani uchun juda ham xursandman va mana hozir shu ibodatlarning natijasi siz shunday Xudoning ulug'vorligini namoyon qilyapsiz. Sizni borligingiz o'sha Xudoning ulug'vorligini yana bir bor ko'rsatyapti. Juda ham ajoyib. Keling unda Amir mavzuga qaytamiz. Bugun shunday bir mavzuni tanlagan edim. Haqiqiy tavbaning mohiyati degan mavzu. Ovozim eshitilyaptimi Amir? Ha, eshitilyapti. Haqiqiy tavbaning mohiyati haqida gaplashsak, o'zi tavba nima?
qanday boshlanadi? Chin dildan tavba qilganda nima o'zgaradi? Yoki umuman tavbani tartibi bormi qilishda? O'zi umuman tavba deganda men o'ylayman, hammani qisqacha bo'lsa ham dunyoda boshqa din vakillarida ham bularning o'ziga yarasha dunyoqarashi borda. Lekin Xudo nazaridagi tavba qanday? Juda katta bir suhbat eshitdim. Juda ajoyib mavzu tanlangan. Haqiqiy tavbaning ma'nosi yoki mohiyati. Albatta juda ko'p dinlar bor yer yuzida va har bir dinda gunoh tushunchasi bor, savob ishlar tushunchasi bor va har bir yaxshi yomon degan tushunchalar bor. Shu birinchi gunoh temasini, gunoh mavzusini boshlaylik, chunki tavbadan oldin biz gunoh keltirish kerak. Ya'ni gunohdan tavba qilinadi. Nima uchun tavba qilish kerak desa, chunki gunoh bor. Birinchi bo'lib bu savolga haqiqiy tavbani ma'nosi nima yoki haqiqiy tavba nimani bildiradi, u nimani, qaysi muammolarni yechadi deyishdan oldin birinchi biz muammoni aniqlashimiz kerak. Ya'ni bu muammo gunoh deb ataladi. Tavbada inson o'zi qilgan bir xato ishlar yoki gunoh deb atalgan ishlardan tavba qiladi. Va bu narsani aniqlash uchun kelinglar endi biz eng avvalambor yozilgan Xudoni ibtido kitobiga qaraylik. Bu hodisalar muqaddas kalomning eng boshida yozilgan, yer yuzida qanday qilib Xudo odamni yaratdi, hayvonlarni yaratdi va shu haqida. Ya'ni bu oyatlarni ibtido kitobida 1, 2, 3 boblarni o'qisak, bizga shunday narsa tushuncha bo'ladiki, ochiqlik bo'ladiki, ya'ni Xudo insonni sevib yaratdi, o'z suratida o'ziga o'xshash qilib yaratdi. O'z suratida deganda bu narsani tushunsak bo'ladi. Surat, ya'ni ko'rinish. Lekin o'ziga o'xshab yaratdi deganda ma'nosi nima? Значит, o'ziga o'xshab yaratdi degani, значит, Xudoni biz bir timsolimiz. Ya'ni Xudoni xarakteri, ya'ni Xudoni bizda ko'rinishi mumkin bo'lgan qandaydir bir xislatlari, xususiyatlari bor. Va bu birinchi bo'lib erkin tanlovdadir. Ya'ni gunoh bo'lmas edi agar erkin tanlov bo'lmaganda. Mana sizlarga yaxshi savol, o'ylab ko'ringlar, eshituvchilar. Farishtalar bilan insonlarning o'rtasida qanday farq bor? Ya'ni Xudo farishtalarni ham yaratdi, odamni ham yaratdi, ammo farishtalar ular xizmatchi ruhlar deb ataladi. Ya'ni ular xizmat qilish uchun yaratilgan. Ammo insonga Xudo o'z erkin tanlov berdi va o'sha erkin tanlovni ishlatish natijasida yer yuziga gunoh degan narsa kirib keldi. Ya'ni birinchi gunoh qaysi formada yoki bu nima edi birinchi gunoh? Birinchi gunoh bu aldamchilikmi, odamni aldaganmi yoki o'ltirganmi yoki nima ish qilgan? Agar biz muqaddas kalomga qaraydigan bo'lsak, birinchi gunoh bu itoatsizlik bo'ldi. Ya'ni Xudo o'sha Eram bog'ida yaxshilik va yomonlikni biladigan daraxtni o'rnatdi. U aytdi, bu daraxtning mevasidan yema. Ya'ni Xudoni aytgan so'zini teskarisini qildi odam. Ya'ni u quloqsizlik, Xudoni so'ziga qarshi chiqib, o'sha narsani o'zining erki irodasi bo'lgani uchun o'shani mevasidan yedi va o'shani natijasida yer yuziga gunoh kirib keldi. Ko'pchilik odamlarni tushunchasida, boshqa din vakillarida ham gunoh bu o'lim, zino shunaqa deb o'ylashadi. Ammo birinchi marotaba bo'lgan gunohga e'tibor beraylik muqaddas kalomda. Bu itoatsizlik, Xudoni so'ziga bo'lgan itoatsizlik ular uchun o'lim olib keldi. Muqaddas kalomda shunday deb yoziladi. Bir odamning gunohi nisbatida, gunohi orqasidan har bir yer yuzidagi odamga endi gunoh kirdi. Ya'ni o'sha odam ota va momo Havo keltirgan itoatsizlik, Xudoni qonuniga, Xudoni bergan so'ziga qarshi chiqishlik bu endi gunoh bo'ldi. Ya'ni gunoh, agar biz original oramiycha yoki grekcha so'zni olib
uni ma'nosini chaqadigan bo'lsak, bu so'zni ma'nosi hamartiya deb atalar ekan. Hamartiya degan so'zni o'zbek tiliga tarjimasi maqsaddan chetlash. Ya'ni maqsaddan masalan, mishenyda 10 turgan bo'lsa, siz 9 ga ursangiz, значит siz maqsaddan chetladingiz. Maqsad sizga aytilgan 10 ga bajarish kerak bo'lgan ishni 9,5 ga bajardingiz yoki 99 u 99 ga bajardingiz. Aniqlik yetishmadi va shu xatolik endi gunoh deb ataladi. Ya'ni birinchi gunoh Xudoning so'ziga itoatsizlik, unga qarshi inson irodasi olib keldi. Yer yuziga shunday bir gunoh paydo bo'ldi. Ya'ni o'sha Xudo aytgan so'zga inson o'zining irodasi tanlovi bo'lgani uchun qarshi chiqdi va Xudo bunga hech qanday to'sqinlik qilmadi. U aytdi: "Mayli, sizlar shunday deb tanladingiz. Shuning uchun siz yer yuzida endi sizlar qilgan gunoh orqali yer yuziga endi o'lim kelib keladi" deb aytdi. Ya'ni birinchi gunoh qaysi formada edi? Qanday uni biz ko'rdik? Ya'ni agar men sizlarga hozir bir kosada to'la zahar bersam, ichsa odam nima bo'ladi? U albatta o'ladi. Endi bir kosaga top-toza suv quyib bir tomchi shunaqa zaharni solib bersa-chi, unda ham o'ladi. Bir kosa zaharni ichsa ham o'ladi va bir kosa suvga bir tomchi zahar qo'shib, ya'ni ichsa o'ladi. Buni o'rtada balkim bir kosa zaharni ichgan odam tezroq o'ladi. Bir kosa suvga qo'shilgan zaharni ichgan odam sekinroq o'lishi mumkin, lekin ikkalasi ham o'limga olib keladi. Ya'ni gunoh evazidan yer yuziga o'lim kirib keldi. Va bu narsa gunohning boshlanishi edi. Va o'sha gunohni endi yuvish uchun bizga tavba degan so'z kerak. Ya'ni inson qachonki tavba qilganda, u o'z qilgan ayib ishlarini o'z bo'yniga olgani bu tavba deb atalar ekan. Endi kechirib qo'y meni deganmi yoki chin ko'ngildan, chin yurakdan men qilgan shu ishlarimga o'rischada shunday bir so'z bor, сожаление. Ya'ni men achinaman shu qilgan ishlarimdan. Shuning uchun men kechirim so'rayman deb chin ko'ngildan agar biz birovdan kechirim so'raydigan bo'lsak, nima bo'ladi? Bu haqiqiy tavba deb atalar ekan. Ya'ni haqiqiy tavba so'zi bizga qachon kerak ekan? Qachon biz o'z gunohlarimizni bo'ynimizga olganimizda bu so'zni ishlatishimiz kerak ekan. Ko'pchilik uchun bu shunday. Men gunohni ham qilaman, zino ham qilaman, balkim boshqa yolg'on gapiraman, lekin savob ishlar bilan u narsa yuvilib ketadi. Xudoning so'zi, Xudoning kalomi bu narsani aniq aytayapti. Agar siz qonunni, yozilgan kalomni 99% ni bajarsangiz, agar u punktdan bittasi qolib ketsa, siz 99 ta qilganingizga qaramasdan bitta joyda xatolik, gunoh keltirganingiz uchun hamma qonun oldida nimasiz? Siz javobgarsiz. Va yurisprudensiyada shunday so'z bor. Qonunni bilmaslik odamni bu qonunni oldidagi javobgarchilikdan bo'shatmaydi. Ya'ni erkin qila olmaydi. Men bilmabman qizilga o'tish kerak emasligini yoki peshexodni qo'ya olmaslikni. U aytadi, siz bilishingiz kerak edi. Siz bu qonunni bilmaganingiz sizni hozir jinoyatdan sizni erkin qila olmaydi. Ya'ni birinchi gunoh Xudoning kalomiga itoatsizlik bo'ldi va har bir gunoh endi. Gunohni katta, kichigi yo'q. Qachonki o'sha narsani tushunishlik, aziz tinglovchilar, gunoh ekanligini tushunishlik tavbaga birinchi qadam. Juda ko'p odamda shu narsada qandaydir bir noto'g'ri fikrlar bor. Mayli, endi odam o'ldirsam bu katta gunoh. Yolg'on gapirsamchi, u hech narsa emas. Birovning bir narsasini olib qo'ysamchi, yo'q. Xudoning ko'zi oldida odam o'ldirgan ham Xudoning kalomi bunday deyapti. Agar sen ko'rib turgan birodaringni seva olmasang, uni yomon ko'rsang, ko'rmay turgan Xudoni qanday seva olasan? Endi sen ko'rib turgan birodaringni yomon ko'rsang, sen uni o'ldirgan bilan tengsan. Chunki birovni yomon ko'rish
Bu juda katta gunoh. Nima uchun bilasizlarmi? Xudoni suratida Xudoga o'xshab yaratilgan odamni yomon ko'rishlik buni bu uni yaratgan Tangriga, Xudoga qandaydir bir la'nat aytish bilan teng. Sen shu odamni shunday yaratding, sen ayblisan. Bu juda katta gunoh. Ya'ni Xudoni oldida biz hali aytmagan so'zlar, niyatlar ham juda muhim. Juda ko'p odamlarda tavba tushunchasi juda past. Nima uchun desa, ularni qilgan gunohlarini ular shunaqa past baho beradi. Va juda ko'p odamda ha Xudo kechiradi-yu, shunaqayu deb o'ylaydi. Ammo men sizlarga hozir bir yaxshi bir hikoya aytib bermoqchiman. Bu hikoyaning mohiyati shundan iboratki, Xudo sevuvchi. Bu 100%. U mehribon. Bu har bir dinda aytilyapti bu haqda. Islom dinida, Masihiy dinida, Yahudiy dinida Xudo mehribon, u sevuvchi deb aytadi. Ammo u solih. Solih degani gunohsiz, u aybsiz. Beayb Xudo deymiz, to'g'rimi? Endi bu hikoyani eshitib ko'ringlar. Bir podshoh, u juda boy, juda mard va yer yuzida shunday bir dong'i ketgan shoh ekanki, uni hamma ham sevuvchi, ham mehribon, ham solih. Ya'ni har bir ishda 100% donolik bilan ish tutadigan degan odamday bilar ekan. Ya'ni uni reputatsiyasi dong'i shunchalar ketgan va bu kishini har kuni shohlik ishlarini bitirgandan keyin uyiga o'sha o'zini shoh saroyida bir chetroq joyda gullar bilan shug'ullanar ekan. U atirgullarni juda yaxshi ko'rar. Shu ishdan kelib toliqqan bo'lsa ham shu gullarni hidlab, uni parvarishlagandan juda bir rohat olar ekan. Va bir kuni uni o'sha bog'iga o'g'rilar tushib, eng qimmat, eng o'rtada turgan gulini o'g'irlab ketganda unga bu xabar yetib keladi va u juda jahli chiqadi. Agar men shunday bir mard, solih, shunaqa bir podshoh bo'lsam, nimaga odamlar meni eng kerakli narsamni o'g'irlaydi? Endi yozinglar. Endi qonun chiqaringlar. Endi meni shu bog'imga kirgan har bir o'g'ri yoki odam hammani oldida jazolanishi kerak. Nima uchun? Chunki u men solih bo'lsam ham, men shunday yaxshi podshoh bo'lsam ham, u nima qildi? Meni narsalarimni o'g'irladi. Va bu qonun yoziladi. U qonun ijro etilishi kerak 100%. Va kunlardan bir kuni unga shunday xabar keladi. Shohim, biz topdik o'g'rini. Ha bo'ldi, hammani to'planglar o'rtaga. Boyagi bilasizlar, eski zamonlarda amfiteatr yoki shunday bir o'rta sentr joyda olomon to'plangan. U aytdi, to'planglar, o'g'rini olib kelinglar. Ya'ni u o'g'rini olib kelgan vaqtda u so'ramagan, kim u, nima u. Ya'ni u odam o'zini hamma xalq oldida shu haqiqatgo'yligini, solihligini ko'rsatmoqchi va hammaga bir dars bo'lsin deb shu odamlarni chaqirdi. Va eng qizig'i, u kishi bilmaganki, o'rtaga olib chiqqan vaqtida u o'g'rini u o'zini tuqqan onasi ekan. Mana bu fojia. Endi qaranglar-da. Hozirgi vaqtda o'sha vaziyatda qaysi yo'l tutish kerak? Qaysi yo'lni tutish kerak? Agar u hozir oyisini, "Yo'q, bu meni oyim u. Bu oyimni qo'yib yuborish kerak. U meni oyim" desa, ya'ni uni solih degan odamni reputatsiyasi nima bo'lyapti? U o'ladi. Chunki u aytadi, agar seni oying bo'lgani uchun sen qo'yib yuborsang uni, meni oyim bo'lgani uchun sen nima, uni urdirarmiding? Uni jazolarmiding? Endi u tarozini bir pallasiga onasiga bo'lgan sevgisi turibdi. Ikkinchi pallasiga o'zini reputatsiyasi, solihligi, ya'ni
begunoh aybsizligi turibdi. Qaysi yo'lni tutgan bo'lardinglar sizlar? Bugun o'sha ya'ni biz Xudoy taoloni shunday tushunishimiz kerak. Albatta u sevuvchi. U har bir insonni sevadi. Ammo u gunohni yomon ko'radi. Kalom shunday deb aytyapti. U gunohni jazosiz qoldirmaydi. Chunki gunoh biz aytdik, uni so'ziga qarshi chiqishlik. O'sha vaqtda endi u podshoh nima qildi? Balkim sizlar shu vaziyatda bo'lganda qanday qilardinglar bilmayman. Ammo u podshoh pastga tushdi. O'sha onasini o'rtaga qo'yib, 30 darra urdiradigan o'rtaga kelib, u aytdi: "Bu buyruqni men berdim. Men hammaga dars bo'lsin deb odamlarga o'zimni solihligimni ko'rsatmoqchi edim. Lekin bilmabmanki, oyimga bo'lgan sevgi endi sinaladimi deb." Unda shu onasini o'zini ustidagi chiroyli shoh liboslarini yechib, onasini qattiq quchoqlab, onasini ustiga kiygizib, onasini qattiq quchoqlab u aytibdi: "Endi meni uringlar, chunki qonunni men berdim. Qonunni men berdim." Va u 30 darrani o'z joniga, o'z tanasiga qabul qildi. U qanaga uni kiyimlari, shoh kiyimlari onasida, ya'ni hozirgi vaqtda biz nimani ko'rsak bo'ladi? U shu ish orqali onasiga bo'lgan sevgisini ham saqlab qoldi. Va va solihligini, beayb, begunohligini saqlab qoldi. Bu voqeani men birinchi marta eshitganimda ko'zlarimga yosh keldi. Qanchalar bu narsada biz sevgini ko'rsak bo'ladi, solihlikni ko'rsak bo'ladi. Nima uchun men bu voqeani aytib berdim, birodarlar? Hurmatli tinglovchilar, chunki bu vaziyatda, bu voqeada biz shuni ko'rsak bo'ladi. Xudoning sevgisi bu chekki yo'q, chegarasi yo'q narsa. Ammo uni solihligi gunohni jazosiz qoldirmaydi. O'sha narsani tushunib yetishlik insonga Xudo haqida to'g'ri tushuncha beradi. Ya'ni u sevuvchi, lekin u solih. Endi men keltirgan gunoh, men qilgan gunoh nima? Unga qarshi chiqqanim uchun bu bir fikr bo'lsin, bu bir niyat bo'lsin, bu bir ish harakat bo'lsin, o'g'irlik, zino, endi u narsadan forig' bo'lish kerak. Ya'ni gunoh kirib keldi yer yuziga. Endi biz qanday qilib bu narsadan forig' bo'lishimiz mumkin? Xudoning kalomida shunday yoziladi. Rimliklar 3:23 da: "Axir hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir." Hamma gunoh qildi. Eng boshida odam ato gunoh qildi. Lekin ammo biz shu voqeani yana ham chuqurroq o'qiydigan bo'lsak, o'sha bir odamni, bizni ota-bobomiz bo'lgan odam atoni bir qarori yer yuziga o'limni, gunohni olib keldi. Va bu gunoh har bir odamga o'tdi va bu gunohning evazi endi o'lim. Har qanday yomonlik, yana shunday deyapti Xudoning kalomi, bu gunohdir. Va o'sha gunohlarini o'z bo'yniga olishlik, o'sha gunohlariga shunday bir achinishlik bu tavbani tug'diradi. Biz bilishimiz kerakki, tavba bu hissiyotlar emas. Yig'lab, ustiga kul sochib, sochlarini yulib, yo'q. Ko'p odamlar, agar sizlar biladigan bo'lsanglar, xotinlar o'rtasida agar birov ichadigan bo'lsa, yo bir zina ishi qiladigan bo'lsa, u aytishi mumkin: "Bo'ldi, boshqa qilmayman, kechir meni." Ana o'sha kechir degan so'zini tasdig'i bu inson o'z ish harakatlarini o'zgartirishida, u yig'laganida, siqtaganida emas. Nachet biz bilishimiz kerak, haqiqiy tavbani mohiyati, ya'ni ma'nosi u inson hissiyotida emas, u qabul qilgan qarorda va Xudo meni kechiradi deb ishonishlikda. Va Xudo qanday kechiradi? Mana bu katta savol. Xudo har bir odamni agar meni kechir Xudoyim desa kechiradimi yoki yo'qmi?
Agar siz bugun bir dokument ishlaringiz bilan chegaradan chiqib ketmoqchi bo'lsangiz, boshqa davlatga, kechirasiz, bir ishlar bilan boshqa davlatga chiqib ketmoqchi bo'lsangiz, nima uchun именно pasport kerak sizga? O'sha suratingiz bor, hozir endi отпечатка пальцев, ko'zning zrachogi, ya'ni nima uchun oddiy bir boshqa bir suratingiz yoki bir boshqa bir dokumentni olib, nikoh haqidagi dokument yoki tug'ilganligingiz haqidagi dokumentni olib, hujjatni olib, chegara xodimlariga borib, "Men chiqarib yuboringlar" desangiz, u chiqarib yubormaydi. Chunki o'sha chegaraga loyiq bo'lgan dokument kerak. Ya'ni har bir tavba Xudo qabul qilavermaydi ekan. Har bir tavbani o'ziga yarasha u to'g'ri bo'lishi kerak. Xudoga qanday tavba endi kerak? Agar biz muqaddas kalomlarni o'qiydigan bo'lsak, Xudo kalomida shunday deb yozilyapti: Bir odamning dastidan dunyoga gunoh kirib keldi. Gunohdan esa o'lim kelib chiqdi. Natijada insonlar o'ladigan bo'lib qoldi. Chunki hamma endi gunohkordir. Hamma gunoh qildi. Xudoni ulug'vorligidan mahrum. Lekin Rimliklarga 3:24da shunday deb yozilyapti: Lekin gunohkorlar Iso Masih orqali gunohlaridan ozod bo'ladilar. Ular oqlanishga loyiq bo'lmasalar-da, Xudoning inoyati bilan oqlanadilar. Ya'ni Iso Masihga bo'lgan iymon orqali. O'sha Iso Masih meni gunohlarimni kechirdi. Bu Iso Masihga ishongan har bir insonni iymon e'tiqodi shundadir. Iso Masih meni gunohlarimdan kechir. Xudo endi qaysi tavbaga 100% javob beradi. Har bir tavbagami kechirib qo'y meni. Yoki gunohi uchun zakot bergandami, gunohi uchun qandaydir bir savob ish qilgandami, yoki hajga borgandami, yoki namoz o'qiganda, yoki ro'za tutganda. Yo'q. Xudoning kalomi aniq aytayapti. Qachon bir inson gunohlari uchun, gunohlarni kechirilishi uchun shu narsani bilishingiz kerak. Qurbonlik kerak edi. Ya'ni Xudo shunday dedi: Gunohni evazi o'lim. Eski ahdda Xudoning kalomida shunday deb yozilyapti: Agar siz birovni ko'zini o'yib qo'ygan bo'lsangiz, bir xatolik bo'ldi, tosh otganda yoki siz o'z ko'zingizni o'yib, o'shani ko'zini gunohini siz kechirish uchun o'z ko'zingizni o'yib berishingiz kerak edi. Agar birovni tishini sindirib, urib sindirgan bo'lsangiz, u ham sizni tishingizni urib sindirish kerak edi. Shunda so'z bor bizda: Zub za zub, oka za oka. Ko'z uchun ko'z, tish uchun tish. Ammo gunohlarni kechirish uchun eski ahdda ham qurbonlik, ya'ni qon to'kilishi kerak edi. Chunki Xudoning kalomi aytayapti, chunki inson joni uni qonidadir. Ya'ni gunohlarni kechirish uchun bir qurbonlik, qon berilishi kerak edi. Va bu Xudoni haligi men sizlarga aytganday chegaradagi majburiyat, o'sha kerakli guvohlik, bu faqatgina o'sha narsa uni qoniqtirar edi. Va shu uchun ko'pchilik uchun bu tushunarsiz. Nima uchun endi Iso o'lishi kerak edi? Boshqa odam olsa bo'lmasmidi? O'sha Xudoga keltirilgan qurbonlik benuqson va beayb, begunoh bo'lishi kerak edi. Va shu Injil masihiycha ta'limotni yoki Masihga ishongan odamlarni iymonining mohiyati, ma'nosi. O'sha narsaga ishonib haqiqatda chin ko'ngildan Xudoyim kechir. Men qilgan gunohlarimni o'zim jonimni bersam ham men to'lab bera olmayman. Chunki men gunohkorman. Ammo sen yuborgan qutqaruvchi Masih yer yuziga keldi va o'z qonini to'kdi. O'sha orqali endi men o'sha qilgan qurbonlikka men iymon keltiraman va men shunga ishonaman deb aytilgan tavba bu haqiqiy tavba bo'ladi. Ya'ni bu narsa haqiqatda inson hayotini o'zgartiradi va o'sha o'zgarilgan hayot insonlarga guvohlik sifatida bo'ladi. Va shu narsalar haqida bugun men sizlar bilan gaplashmoqchi edim. Men o'ylayman sizlarga
nimalardir yangilik bo'ldi, nimalardir yana fikrlar uyg'otdi sizlarda, balkim savollar uyg'otdi. Ammo eng muhimi sizlar bilishinglar kerak, biz uchun eng muhimi Xudoni inoyati. U bizni o'z uyiga, o'z maskaniga yana qaytarib olishligi. Ammo u narsa faqat inson chin ko'ngildan tavba qilib, o'z hayotini o'zgartiraman desagina sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugungi mavzuyimizda shu narsalarni ochishga harakat qildim, va menda shu vaqtgacha mavzuyim tugadi. Rahmat eshitganinglar uchun. Rahmat Amir. Ajoyib mavzu. Judayam zo'r yoritib berdingiz. Eshitib o'zimga kerakli joylarini yozib oldim. Endi o'ylaymanki, tinglovchilarimiz ham to'g'ri xulosalarni chiqaradi. Judayam muhim haqiqatda tavbadan oldin o'zi tavbaga ehtiyojni sezish kerak odam. Bu judayam muhim. Ya'ni bu gunoh qilganini tushunishda bu tavbaga birinchi qadam deb juda to'g'ri ta'kidladingiz. Shundagina bu odamni tavbaga muhtojligi seziladi. Ya'ni gunoh qilganini sezganida. Bu haqiqatan tavbaga bo'lgan birinchi qadam. Va tavbaning mohiyati esa bu bir qanaqadir bir chiroyli so'zlar yoki bir shunaqa bir sehrli so'z yo'q-da. Shu so'zlarni takrorlagandagina Xudo bu tavbani yoki bu duoni eshitadi degan. Yo'q, tavba bu hissiyotlarga asoslanmagan. Haqiqiy tavba bu bizni Xudo oldida qilgan qarorimiz va amaldagi ishlarimizda, ya'ni biz gunohdan qaytib Xudo oldida bergan qarorimizni bajara olishimiz. Albatta Xudo inoyatli, albatta Xudo bizga yordam beradi bu narsada chiqishimizga, bu narsada o'tishimizda. Xudoga shukr, bugungi mavzuni shunaqa yoritib berganingiz uchun minnatdorman. Va yana shuni ta'kidlamoqchi edim, muqaddas kitobda biz ko'rishimiz mumkin, tinglovchilarimiz agar hali muqaddas kitobni o'qimagan bo'lsa, qanday tavba qilish kerakligi haqida даже hali tushuncha ham bo'lmagan bo'lsa, maslahat berardim. Zabur kitobini o'qib, u yerda Shoh Davudning Xudoga murojaatini, qanday qilib Xudoga nola qilganini ko'rishimiz mumkin va bu bizga juda ham zo'r namuna. Chunki tavbada ezilgan yurak, ruhan ezilgan yurak Xudoga nima deydi, tez yetib boradi. Shunday ekan, biz bu zaburlarni o'qib, qanday qilib Xudoga murojaat qilishni ham, qanday qilib Xudo bilan munosabat o'rnatishni ham o'rgansak bo'ladi, azizlar. Xo'sh, juda ham xursand qilyapti. Borgan sari tinglovchilarimiz ham ortib borayotgani. Agar efirni boshidan eshitib borayotgan tinglovchilarimizda shu mavzuga doir qandaydir savollar bo'lsa, men mikrofonlarni ochishga ruxsat beraman va efirimiz mehmoni Amir imkon darajasida javob berishga harakat qiladi. Amir, aloqadamisiz? Ha, albatta. Nima deysiz bu taklifga? Shu bizni tinglovchilarimizdan ham bitta shu mavzu doirasida savollar bo'lsa. Albatta. Juda xursand bo'lamiz qo'ldan kelgancha javob berishga va suhbat qilishga. Xo'sh, unda boshladik. Qani, kimda qanday savollar bor, azizlar? Bizada уже mana 2 kishi qo'lini ko'tardi. Qadrli tinglovchilar, shu narsani ta'kidlamoqchi edim. Savollar iloji boricha hozirgi mavzumiz doirasida bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Chunki masihiylik haqida, din haqida savollar behisob, lekin efir uchun ajratilgan vaqt chegaralangan. Shuning uchun kelinglar, hozirgi gaplashgan mavzumiz doirasidagi savollarga yuzlansak.
murojaat qilishingiz mumkin. Qandaydir savollaringiz bo'lsa eshitamiz sizni. Assalomu alaykum. Alaykum. Eshitilyaptimi? Albatta, bemalol. Menga yoqdi. Boshini eshitolmay qoldimmi, eshitaydim. Qarang, mana zino haqida gap ketdi-ku. O'sha haqida savol berdi. O'shani eshitolmay qoldim-da. Masalan, mana bunaqa qilib berishga noqulay. Odam bilib zino qildi. Uni keyin qanaqa qilib tavba qilsa, keyin qamash kerak. To'g'rimi? Savol zo'r bo'ldi. Rahmat, Feruza. Savol uchun. Ha, biz yana muqaddas kalomga qarashimiz kerak. Bu savollarga javob berish uchun. Zino, o'g'irlik, birovni narsasiga ko'z olaytirishlik hammasi gunoh. Lekin kimlar uchundir? Zino bu juda katta gunohga o'xshaydi. Albatta, xuddi shunday. Ammo Iso Masih kelgan, yer yuziga kelgan davrda unga shunday savol berishdi. Qanday qilib endi biz hamma qonunni bajarsak bo'ladi? Unda u shunday dedi. Agar sen qalbingda o'sha ayol bilan yoki erkak kishi bilan gunoh qilganingni fikrlab tasavvur qilsang, sen u odam bilan уже как будто realniy hayotda nima qilganday, o'sha zino qilganday bo'lding. Ya'ni Iso o'sha zinoni nafaqat ish harakatda bo'lishini aytdi, balki yurakda, qalbda, niyatda. Va endi to'g'ri, u odam agar zino qilgan bo'lsa, bu zino ham bu gunoh. O'g'irlik ham bu gunoh, qotillik ham bu gunoh. Endi bu zino qilgan gunohidan o'z bo'yniga olib, biz masihiylar shunday deb aytamiz. Qilgan gunohlarimni Iso Masih nomi bilan, shu keltirgan gunohimni o'z bo'ynimga olaman va Xudoyim sendan kechirim so'rayman. Iso Masih nomi bilan tavba qilib kechirim so'rayman va shunday duo orqali biz nima deymiz? Iso Masihni keltirgan qurbonlik orqasidan shu insonlar erkin bo'lishi mumkin shu gunohdan. Nafaqat zinodan, balki boshqacha gunohlardan ham. Rahmat, Amir. Men ham o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim. Bu judayam nima deydi, nozik mavzu. Haqiqatdan ham muqaddas kitob Injilda, Yuhannoda, hattoki Iso Masih ham bo'lgan bir voqea ko'z oldimga keldi. Ya'ni zinokor ayolni Iso Masih kechirishi haqida-da. Ya'ni bu voqea qanday bo'ldi? Iso Masih shogirdlari bilan bo'lgan paytda uning oldiga shu yerdagi dindorlar Isoni ayblash maqsadida uning oldiga zino qilayotganda ushlangan, tutib olingan ayolni olib kelishdi. Va shu vaqtdagi qonunga asosan bu ayolni bu dindorlar nima qilish kerak edi? Tosh bo'ron qilib o'ldirish kerak edi. Ya'ni zino qilgan ayol zino vaqtida ushlangan bo'lsa, demak uni taqdiri shu yerda tosh bo'ron qilib o'lish. Isoga kelib buni nima qilamiz? Biz buni zino qilayotganda ushlab oldik. Bu ayolni nima qilish kerak deb so'raganda, Iso shu dindorlarga qarab, kimni gunohi bo'lmasa, birinchi bo'lib tosh otsin deb aytadi-da. Shunday qarasa, boyagi ayol yon atrofida hech kim yo'q, boyagi to'plangan olomonda. Ya'ni u yerda hech kim o'zini begunohman deb ayta olmagan va ketgan. Shunda Iso ham zinokor ayolga borib qayta gunoh qilmagin, borgin deb gunohlaring kechirildi deb aytadi. Bundan biz ko'rishimiz mumkin, agar odam anaqa gunoh qilgan taqdirda ham, lekin Iso Masihning oldiga kelganida va tavba qilib, qaror qilib va bu gunohga qaytmaslikka qaror qilganida, albatta bu gunohlar Iso Masihni to'kkan qoni evaziga yuviladi, poklanadi, ozod bo'ladi va nijotga ega bo'ladi. Shunday ekan, juda muhim aynan Iso Masih nomi bilan tavba qilish va Iso Masihning najotiga ega bo'lish. Va keyin o'ylash mumkin ko'pchilik, endi nima bo'ladi? Endi u yana gunoh qilishni davom etadimi debdi. O'zi agar chin yurakdan qilingan tavba
dan keyin odamni hayotiga agar Iso Masih kirib kelganda uni hayoti o'zgarishni boshlaydi va u endi oldin gunoh qilib yurgan ishlari normal holat bo'ladigan bo'lsa, endi u uchun endi u narsa normal emas. Endi u gunohdan jirkanadi. Endi u gunohdan uzoqlashadi. Endi u uchun gunoh bir qanday bir nima desam bo'ladi, nafratlanadigan narsada, уже gunohda yashamaydigan inson bo'ladi. Bu albatta jarayon bo'lib, bizning sekin-sekin shu darajaga yetib boramiz. Amir to'ldirishingiz mumkin. Misol uchun tavba qilgandan keyin odam yana qayta gunoh qilmasligi haqida qanday bo'ladi masihiylarda bu? Har bir inson, Xudoning kalomi aytyapti, gunohsiz inson yo'q. Har bir odam gunoh keltirdi va so'rang har bir odamdan hayolda, so'zda gunoh keltirmayapmizmi? Yo'q, unday odam yo'q. Yer yuzida pok, solih inson o'zidan o'zi yo'q. Ammo o'sha umid, o'sha Xudoga bo'lgan yuragimdagi shu menga yordam ber degan istak, bu umid deb ataladi. Bizning kanalimizning nomi Umid TV. Ya'ni agar biz shu umid degan so'zni ma'nosini yaxshilab chaqadigan bo'lsak, bu umid so'zi kelajak bilan bog'liq. Ya'ni masihiy inson shunday yashaydi. Iso Masih bizga shu ibodatni berdi. Biz boshqalarni kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Shu umid, ya'ni sen bizning gunohlarimizni kechirgin. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizni. Ya'ni Iso Masihga ishongan masihiychida, masihiy odamda shunday umid bor va shu umid bizga yordam beradi. Va albatta biz xatolik keltirishimiz mumkin, qandaydir bir gunoh ishlar qilishimiz mumkin, ammo biz bu narsadan toymasligimiz kerak. Va shu narsaga umid qilib, Xudo meni kechiradi deb harakat qilgan odam bu gunohni o'sha yengadi va u ish harakatida aytgan so'zlarida mukammal bo'ladi. Va bu jarayon. Bir kunda balkim sodir bo'lmaydi. Bu jarayon. Albatta. Keling yana bitta tinglovchimizga ruxsat bersak savol berishi uchun. Bo'rivoy deb nomlangan profil egasi bemalol savolingizni berishingiz mumkin. Eshitamiz. Unga ruxsat bering gapirish uchun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzunsiz savollaringiz haqida charchab. Bugungi ma'ruz boshidan beri eshitib kelyapman. Men bu yengiman hali. Anaqa faol ishtirok etmadim. Lekin juda qattiq ta'sirlandim. Juda zo'r olib bordi. Rahmat aytaman. O'zimizga kerakli bilmagan narsalarimizni ancha bilib oldik. Rahmat sizga. Endi men bir narsa aytmoqchi bo'lganim, mana bir haftada bir marta bo'ladimi shu jonli efirimiz. O'shani shu 2-3 marotaba qilib bo'lmasmikin? Agar taklif yuzasidan bo'larmikin shunaqa? Bo'rivoy aka, assalomu alaykum. Rahmat. Avvalambor Xudoga rahmat. Shunday bir imkoniyat bergani uchun qo'ldan kelgancha savollarga javob berdik. Sizni taklifingiz endi Umid TVga, Umidbekka yo'naltiraman, chunki u biladi bu savolga javob. Avvalambor shunday tinglab kelayotganingiz uchun rahmat. Qoldirmay. Albatta harakat qilamiz. Biz buni endi boshladim bu narsani. Albatta buni yo'lga qo'yaman va harakat qilaman ko'proq shunaqa efirlarni hafta davomida amalga oshirishga. Va yordam bersa albatta hech gap emas, uni yo'lga qo'yishimiz. Rahmat e'tibor uchun sizga minnatdorman. Amir, sizga ham rahmat. Unda qarasam, o'zi efirimiz uchun ajratilgan vaqt ham yakunlanib bormoqda. Shunday ekan, keling bunga efirimizni yakunlaymiz. Yakunlashdan oldin bizni tinglovchilarimiz uchun bir ibodat qilsangiz. Rahmat. 1 soat juda tez o'tib ketdi. Bizda 11 bo'ldi. Ammo shunday bir yaxshi savollar bo'ldi, yaxshi mavzu bo'ldi deb ishonaman. Albatta, taklif qilganingiz uchun rahmat. Yana kelajakda ishonamanki, imkoniyat Xudo bersa, juda xursand bo'laman. Kelinglar,
hozir biz bilan 41 inson bor va sizlar uchun men duo qilmoqchiman. Yer ko'kning egasi, Parvardigor, Otamiz, rahmat sizga. Shu bugungi kunda siz bizga shunday mumkinchilik, imkoniyat berdingiz. Sizni kalomingiz haqida fikr yuritgani. Haqiqatda haqiqiy tavbaning ma'nosini nima ekanligini tushunishdi. Eshitgan har bir birodar, opa-singil, aka-uka hammasini o'zingiz marhamatlang. Muqaddas ruhingiz bilan boshqaring. Haqiqiy tavba yuragiga kelsin. Sizni tanib bilsin har bir inson yer yuzida va sizni tanib borgani sari ularning ruhiy ahvoli yanada o'zgarsin, muqaddaslansin va poklansin. Har bir birodarimni, har bir tinglovchini men sizni nomingiz bilan marhamatlayman. Oilasida, ishida o'zingiz baraka bering. Qo'l urgan ishlarida o'zingiz rivojini bering. Har qanday kasalliklardan, balo-qazodan o'zingiz asrang, avaylang. Har bir insonni sizni himoya qanotlaringiz ostiga topshiraman. Sizni biz sevamiz, yaxshi ko'ramiz. Ammo biz oxirigacha tushunmaymiz qanchalar siz bizni sevib yaxshi ko'rasiz. Iso Masih uchun rahmat, u to'kkan muqaddas qon uchun, yuragimizdagi tinchlik uchun minnatdorman. Bugungi tunda ham har bir tinglovchi uxlaganda sizdan bo'lgan tushlar bo'lsin, sizdan bo'lgan ayonlar bo'lsin va har bir inson sizni yanada tanib bilsin. Iso Masih nomi bilan. Amin. Amin. Rahmat Amir. Rahmat bizni qadrli tinglovchilar. Oxirigacha qolib eshitganingiz uchun minnatdorman va umid qilaman kerakli ma'lumotlarni oldilaringiz va xulosalarni albatta o'zlaringiz chiqarasizlar. Sizlar bilan xayrlashmayman. Keyingi jonli efirimda ko'rishguncha deb qolaman. Xudo yor bo'lsin. Barchangizni Rabbimiz marhamatlasin.